Assalomu alaykum, asalari hayoti YouTube kanalimizni kuzatuvchilari, hammalaringizni o'tib ketgan Navro'z ayyomi, hayit ayyomini tabriklaymiz. 2026-yil 25-mart sanasida asalarilarimizga, yangi onalarga, uyachalarga ekdik. Mana arilarimiz xudo xohlasa o'tiribdi. Romlarda ish jarayoni qizg'in ishlab jadal ishlayapti. 24-kuni kechqurunda ulgurmay qoldik. Shoshilinchda qo'ygan mashinalarimiz mana holati. Orqa tarafi, oldi tarafini уже yangi mana bitiribdi. Hali tuxum qo'yga yo'q. Vaqtimiz yetmaganligidan ishlar shu darajada ko'pligi uchun videolar chiqara olmayapmiz. Bundan sizlarga uzr so'raymiz. Shu kuni ham shu yerga qo'yib ketganmiz. Mana уже bir 2 sutkada to'qibdi. Endi buni o'rtaroqqa qo'yamiz. Hozir men bilganlar uchun takror bo'ladi, bilmaganlar uchun bu narsani o'rgataman. Hozir asalari uyalarini yana ham chiroyli kengaytirishni, rejali kengaytirishni o'rgataman. Asalarlarimiz hozir hammasi mana bu litokdan kirib chiqyapti-ku. Mana shu to'g'risiga iloji boricha ko'proq uya to'qib, ko'proq ishlaydi. Shuning uchun mana bu chetdagi uyalarga ba'zida tuxum qo'ymay qoladi. Bo'sh bo'lib turib, mana bu tarafdan romka talab qilib o'stirib oladi. Shuni qanday qilib yechimini qilishni hozir o'rgataman. Buning uchun uyadan endi chiqayotgan, usti yopilgan, endi chiqib boshlagan to'liq qoplangan rasplotni, mana bu yerdagi rasplotlarni, mana bu yerdagi rasplotlarni chekaga olamiz. Chetga olib turib, mana bu yerga agar ari ko'p bo'lsa mashina, agar tortadigan bo'lmasa sush beramiz. Natijada mana bu yerda o'rtadan olingan romkadan chiqqan arilar sekin asta qoplaydi va bu bo'shagandan keyin ona ari agar bu yerga kelib tuxum qo'ymaydigan bo'lsa, bu yerga gulchang asal qo'yishidan oldin biz yana shu ishni takrorlaymiz. O'rtaga bo'shagan romkalarni o'rtadagi faqat issiqlik kerak bo'lgan inkubatsiya vazifasida turgan, ularga inkubatsiya issiqlik bo'lgan paytida chiqishi kerak bo'lgan, bularga qarov lozim bo'lmagan romkalarni issiqroq mana bu yerlarga olib kelib qo'yib uyasidan chiqarib olamiz. Mana bu yerga bo'sh romkalar, sushlar, mashinalar bersak, arilar shunday zo'r ishlaydi. Mana o'tgan safargi videomizda ko'rsatganimizdek belgilarimiz shu oxirgi qo'yilgan romka, bundan keyin bu qo'yildi. Mana 2 sutkada to'qibdi. Kunda kunora ozgina sirop beryapmiz. Gilos bilan kechki o'rik gullagan, nok, yana bir ikkita daraxtlar gullagan, siliva shunga o'xshash shera zo'r kelyapti. Arilar ro'yga harakat qilgan, ro'yni oldini olish uchun biz mashina qo'yyapmiz, uyani kengaytiryapmiz. Xullas shunaqa gaplar. Bizda hozir bahor ertaroq Surxondaryoda, buni tog'li hududlarda, vodiyda ko'rayotgan obunachilarimizga bu ertaroq ma'lumot. Mana hozirgi paytda bizda Surxondaryoda ari shuncha bo'ldi. 1-aprellarga xudo xolsa atvotka qilishni rejalashtiryapmiz. Atvotkaga g'umbaklarimiz tayyor. Karnika Emegodan ekkan g'umbaklarimiz tayyor. Xudo xolsa atvotka jarayonlarini, g'umbaklarni qanday tayyorlangani va qanday yetishayotganini, sifatlarini ko'rsatib o'tamiz. Hozircha shu, rahmat. Mana shunday qilib tartibda qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Ari tez ishlaydi, tez to'ladi, ro'yga harakat qilmaydi. Hamma uyada gulchang ham bo'ladi, ovqat ham bo'ladi, rasplot ham bo'ladi, atvotka qilishga qulay bo'ladi. Kislorod ham yetarli bo'lish uchun dimoxodni teshiklarini ochish kerak. Mana biz ochib tashlaganmiz. Buni hammasi dimoxodni teshiklar, litoklar ochiq. Mana bu uyamiz kichkina deb o'yladik, endi mana bu yerlarni ham mana ochamiz. Mana deb ochamiz. Shunaqa gaplar, rahmat, sog' bo'lasizlar.